Onun için hem şu grammatika, gardening qaranglar. So welcome to our grammar garden, and today we will learn plurals. And mush köplük şeklini öğrenimiz. Adette isimlerin köplük şekli tündikdek yazıldı savaşlar. Mesela adette şu birlik isimlerin ahırına s'ni qo'shsak nima desanlar, mushuniki köplük şekli yazıldı. Mesela ball, okay, ball degan top. Balls degan toplar. Cat, mushuk, cats degan mushuklar. Pen degan qalam, pens degan qalamlar. Boy, o'g'il bola, boys, o'g'il bolalar. Okay, mana bevosita versa qanarasam, yozlayveradi, shunami? Undan keyin mushu oxiri CE, SE, ZE, GE lar bilan oyoqlashgan ismlarning oxiriga s qatgandan keyin nima qo'yamiz desanglar, is deb talaffuz qilamiz. Masalan, house, houses. Shunami? House, houses. Place, places. Shunami? Place, places degandek. Demak, endi bu shuningga house deganimiz uy, place degan o'rin, o'rinlar, shunami? Places. Demak, endi bu shuningga s qatganda nima is deb o'qiymiz. Okay, undan ikkinchi. Masalan, O, CH, SH, SS, X bu qatorliqlar oyoqlashgan ismlar oxiriga es qatganda, mana oxiriga es qatganda, mana es qatimiz, sorry. Endi es qatganda nima deb o'qiylar desam, o'xshashini tarafı is deb talaffuz, is deb talaffuz qilamiz. Masalan, box, eshik degan gap shunami? Boxes, eshiklar, dress, dresses, shunami? Brush, brushes, hamda boxga eshiklar, dress, ko'ylaklar, brush, brushes, demakchi cho'tkalar, shunami? Yoki mobilar degandek. Watch, soat, watches, soatlar, hero, qahramon, heroes, qahramonlar. Potato, yangyo, potatoes, yangyolar. Yangyo, yana bir ismi yangyolar. Okay, yangyolar. Okay. Demak, endi shunga qanaqa qildi? Es qildi. Ammo endi bir qism shu chatdan qabul qilingan ismlar yoki qisqartirilgan ismlar bilan oyoqlashgan, lekin yanada bevosita qilmaysiz desanglar, asqatiyveramiz. Masalan, kilo. Okay, kilos, but kilos demaymiz, bu ingliz tilining o'zida emas, boshqa tillardan qabul qilmasa, latin tildan, o tildan, bu tildan shunami? Okay. Masalan, piano, pianos, photos. Amniyatda bu ingliz tili intan aralashma til bo'ladi. Buning aralashmaligida gap yo'q. Demak, ma'vo endi bizning boshqa yana qabul qilmas. Kilogram shunami? Kilos, piano, pianos, photo deganimiz fotograf. Surat, nima? Suratlar degandek. Demak, endi shu o bilan oyoqlasizmi, yana qanday qilamiz? Asqatiyveramiz. Xo'sh, hamda oxiri y bilan oyoqlashgan ismlarda agar y ning oldida uzuq tovush harfi bo'lsa, uni oyga o'zgartib es qatamiz. Diqqat, mushu y ning oldida uzuq tovush. Agar suzuq tovush harfi bo'lib qolsa, bevos qativeramiz. Masalan, boy deganga qativeramiz, boys, shunami? Chunki buning oldida nima desang, suzuq tovush harfi bor. Yuan zimi bor. Chunki bu y ning oldida nima bo'lishi kerak desanglar, fuin zimi bo'lishi kerak. Masalan, baby, boq bola, babies. Okay? Babies. Masalan, ladies degan xonim, lady degan, ladies degan xonimlarlik. Ladies and gentlemen. Flies, shunami? Uchqu yoki uchqular degandek. Agar hamda o'sha y ning oldida suzuq tovush bo'lsa, bevosita qativeramiz. Masalan, toys, keys degandek. Endi toy deganimiz hamda o'yinchoqlar, ochquchlar, kunlar, days, guys, o'g'il bola degandek-chi. Mana shunday qanaqa qilamiz? Qativeramiz. Qativeramiz, Endi keyingisi. Keyin qoidasi nima desanglar, oxiri f yoki fe bilan oyoqlashgan ismlar bo'lib qolsa, so'z oxiridagi f yoki shu
i ikki harfni v ga o'zgartib, uningdekini es qatimiz. V ga o'zgartib, uningdekini es qatimiz. Masalan, shelf, okay, shelf degan jozi degan gap qo'y yoki tokcha degan gap. Shelves, ma oxiridagi f v ga o'zgardi, es qilib. Shelves, iz deb o'qiymiz, esni yana. Masalan, thief, o'g'ri. Thieves, o'g'rilar. Half, yerim, hafiz. Hafiz bo'lsin mersan, hafiz, yerimlar. Knife, pichoq. Knives, pichoqlar. Wolf, wolf deganimiz bo'ri, wolves. Okay, bo'rilar. Leaf, yo'pirmoq. Leaves, yo'pirmoqlar. Okay, degandek, degandek. Endi men qolganlarni o'zingizlar bir aylantirib qo'yinglar, savolashlar. Bir misol qoldirdik. Okay, mesela wives degan gap o'xshashcha. Mushning o'xshash oxiri mush f bilan oxirlashgan yoki fe bilan oxirlashgan bo'lsa, v o'zgartib es qatimiz. Endi yuqoridagi hamda shu so'zlangandan boshqa yana f yoki fe bilan oyoqlasam yana ham es qoldirganimiz, masalan, boshqa tillardan kirgan ba'zi ismlar bor. Masalan, cliff. Cliffs. Okay, men cliff degan qiyo degan gap, cliffs, qiyolar. Cafe deganimiz ham nima deysan? Qahvaxona. Cafe ismi fransuzchadan kirgan so'z. Masalan, safe, safest. Okay, demakchi. Safe deganimiz ham bexatarlik shkabi shunami? Bexatarlik sandiq safest. Okay, and handkerchief. Okay, and handkerchief deganimiz qo'l yog'liq bor. Yoki emas, qo'l etish qog'ozi handkerchiefs. Okay, mana shunaqa asli bevosita qilib handkerchief, shu parcha bor. Okay, anaqda qaranglar, ko'plik aylantirish. Masalan, his passport. Uningki nimasi pasporti. Endi bu degan uchinchi shaxs birlik. Endi ko'plik aylantirib ularning pasporti. Their passports. Okay, and there is his passport. Here is his passport. Mana uningki pasporti. Amacho, here are their passports. And the ko'plik was tushunsanlar, mana deganda here are deymiz. Here are their passports. Their passports. Masalan, case. Merke, matematikdagi case shunami? Chamadonlar bo'lsa cases. In his, okay, is this your case? Bu sizning nimangizmi? Chamadoningizmi? Agar endi bu ko'plik bo'lib qolsa, are these your cases? Endi bu yerga this degan birlik, these degan nima? Sanli ko'plik. Bular sizlarning chamadoninglarmi? Okay, masalan, tourist, sayohatchi. Okay, sayohatchilar bo'lsa tourists. Okay, tourists. Yaxshi. Undan keyin are you a tourist? Siz bo'lsangiz sayohatchimi? Endi sizlar sayohatchimi degan bo'lsa, are you tourists? Okay, endi bu yerga you savolashlar, ham birlikmi bo'la oladi, ham ko'plikmi bo'la oladi. All right. So that's all for today, and thanks for watching. See you next time. Goodbye.